Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilar, vatandoshlar. Sizlar bilan har doimdek men Usta Dostonbek. Do'stlar, yana bir go'zal ishimizni albatta Namangan viloyati Norin tumanida ko'nglimizga yoqadigan qilib, uyning egasiga ham yoqadigan qilib, go'zal holatda topshirmoqdamiz. Do'stlar, o'zingizlar ishimizga ko'rib baho beringlar, layklarni bosib qo'yinglar. Sizlardan ozgina e'tibor, bizdan esa xuddi shunaqa go'zal tunkafonlar, Xudo xolasa sizga ham xuddi shunaqa tunkafonlar nasib qilsin. Do'stlar, vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. Qayta-qayta eslatib o'tamiz video boshida, chunki vohadan ham ko'plab hamyurtlarimiz biz bilan bog'lanishyapti. Afsuski, hozircha u tomonlarga xizmatlarimiz chegaralangan do'stlar. Xo'p, do'stlar, bu yerga maloshni rangiga tilla rangni aralashtirganmiz hamda cho'kka rangidan ham foydalanganmiz. Ustunlarini yana ham o'rab, ichkari shapkalarini, ya'ni o'stirmalarini hamda ochiq ayvonlarini, dorozaxonasini, ko'cha tomonlarini ham qilib berganmiz. Qadrdonlar, Xudo xolasa uyga juda ham chiroyli yarashdi degan bo'lsanglar, bir donagina like bosib qo'ying. Agar sizga ham xuddi shunaqa tunkafon xizmatlari kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Agar uyingizning kvadrati bo'lsa ham yozib qoldiring. Biz xuddi shunaqa tunkafonning fasoniga, tunkafonning kvadratiga hisoblab beramiz do'stlar. Uyning egasiga juda ham yoqdi bu ishimiz. Do'stlar, ko'plab kommentariyalarga e'tibor beramiz. Har bittasiga iloji boricha javob berib o'tamiz. Bachkana ishlar ko'payib ketib qolyapti, deyapti-da. Do'stlar, hammaning fokusi har xil bo'ladi. Mana bu fasondagi tunkafonlarimiz hashamdor fason hisoblanadi. Ya'ni tilla ranglari bor, bu yerda pianinasi ham bor. Juda ham hashamdor fason hisoblanadi. Kimgadir shunaqa fason yoqadi, kimgadir oddiy oppoq rangdagi tunkafonlar qilsa yoqadi, kimgadir ko'k, kimgadir qizil degandek, hammaning fokusi har xil bo'ladi qadrdonlar. Uyning egasiga iloji boricha yoqadigan qilib mana qilib berdik. Menimcha juda ham chiroyli chiqdi. Fasadlarni, ya'ni devor qismini remont qilgandan keyin juda ham chiroyli, yana ham tunkafonimiz ko'rinadi do'stlar. Bu yerga bundan boshqa qanaqa narsa o'tirishni men tasavvur qila olmayapman do'stlar. Agar sizlar tasavvur qilsangiz kommentariyada yozib qoldiring, albatta biz e'tiborga olamiz. Do'stlar, ko'plab kataloglarimiz mavjud, qilgan ishlarimiz, albatta uyingizga yarashadigan fasonlarni taklif etib qolamiz. Ekranda chiqib turgan nomerlarda Telegram, WhatsApp barchasi bor do'stlar. Bemalol murojaat qiling. Arzon narxlarda tunkafon baza jamoasi qilib beradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.